Barchalaringga assalomu alaykum. Sizlar Ahmedov YouTube kanalidasizlar. Xabarlarim bor, yaqinda bitta janjal bo'ldi Javohir Boom bilan Rana Balu o'rtasida. Sabab kim birinchi prank videolar ishlab chiqishi bo'yicha bo'ldi. Ichida orasida shu tema bo'lib ketdi. O'zimga ham qiziq bo'ldi. Kim haqiqatan birinchi? Oldin ko'rardim, Balu ham, Javohir Boom ham birinchi prank videolar ishlab chiqargan. O'shanga hozir sizlarga ham qiziq bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar. Hali hammasi oldinda. Oldin birinchi ko'rib olamiz shu videodagi joyini. Sen bitta o'zing haypajor bo'lsang, o'zing jalab, meni kontentlarimni olib chiqib ko'tarilgan odamsan. Meni kontentimni olib chiqib ko'tarilgan odamsan. Sikpayamo jinni, men u kontent qilganda sen bilib, sen o'rnida bir aminiyat sachinobilarni aytdi, sartaroshlar. Ko'rib turganingizda mana Javohir Boom aytayapti, men birinchi boshlaganman deyapti. Balu ham aytayapti, men birinchi boshlaganman deyapti. Prank videolar olishdi. Hozir ko'ramiz, kim birinchi o'zi YouTube kanal ochgan, kim birinchi prank videolar qo'yishni boshlagan, kimiki ko'proq prank video qo'ygan. Samasaba kim ko'proq qo'ygan bo'lsa ham, Qarochida kim ko'p qo'ygan bo'lishi kerak-ku. Birinchi qilgan odam ko'p qo'yadi, ikkinchi ko'chirgan odam kamroq qiladi. Yiliga qaraymiz, ko'p like-ga qaraymiz, soniga qaraymiz. Javohir Boom akani YouTube kanallari 479 ming obunachi bor, 756 ta video bor, 169 ta video, prank videolar. Registratsiya sanasi kanallari 5-dekabr 2015-yil bo'ladi. Birinchi prank videolari 218 ming marta 2 yil oldin qo'yilgan. Like 15 ming like, 218 ming prosmotri bor. YouTube kanallari 104 million 448 ming 176 marta ko'rilgan jami videolari. Balu akani YouTube kanallarida 488 ming obunachi bor. 359 ta video qo'yilgan. 66 ta video prank video. Registratsiya sanasi 4-yanvar 2022-yil. 2020-yil, uzr. 61 million 667 ming 63 marta ko'rilgan. Birinchi prank videolari 3 yil oldin 173 ming marta ko'rilgan, 12 mingta like bor. Shunaqa. Afsuski, prank videolari juda kam ekan. Xo'sh, endi Balu va Javohir Boom o'rtasiga kelsak, Baluda like'lar kam, prosmotrlar kam, birinchi kanal ochilganligi bo'yicha orqada ikkinchi o'rinda, prank videolar soni ham juda kam. Bitta ustunligi Baluni birinchi bo'lib prank videoni qo'ygan ekan. Javohir Boomda esa prosmotrlar bo'yicha birinchi o'rinda, like bo'yicha birinchi o'rinda, eng ko'p prank video qo'yish bo'yicha birinchi o'rinda, kanalda ochilganligi yili bo'yicha birinchi o'rinda. Ammo birinchi bo'lolmadilar. Birinchi bo'lib prank videolarni Balu qo'ygan ekan 3 yil oldin, Javohir Boom esa 2 yil oldin qo'ygan ekan. Shunisi bo'yicha ikkinchi o'rinda oldi Javohir Boom. Поэтому bu yerda hozir kim birinchi boshlaganligi bo'yicha to'g'ri Balu boshlabdi, lekin soni boshqa hamma narsalarni yig'adigan bo'lsa Javohir Boom. Hozir endi birinchi o'rinni kimga berishdi men bilmadim. O'zlaring kommentariyaga yozib ketinglar. Hammaga rahmat.